X Media, Live Media Future. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun biz sizlarga nima o'rgatamiz? Bugun sizlarga Windows aktivatsiya va Word, Excel, umumiy Office aktivatsiyasini o'rgatamiz. Birinchi men Telegram kanalimga qo'shilib olinglar. Telegram kanalimda o'zi programmalar, videolar, qisqacha hammasini tushuntirib ko'rsatib boraman. Mana shu programma bu zip fayl hisoblanadi. Mana shu zip faylni Telegram kanalimga tashlab qo'yganman. Bemalol yuklab olsanglar bo'ladi. X pastki chiziqcha Media Live desanglar chiqadi. Parol 1-2-3-4 buni ataylab yozib qo'yganman sizlar uchun. XML Tools exe. Mana shu programmaga kiramiz. Boyaga aytilgan programma paroli, ya'ni 1-2-3-4. Xo'sh, bizada umumiy oyna. Bunda biza Office 2019 usturovka qilib olsak bo'ladi, sketchet qilib. Undan keyin Active Network, Active Portable bizaga bu kerak. Bu yerda ikkita, ya'ni aktivatsiya Office, aktivatsiya Windows. Biza birinchi bo'lib Office aktivatsiya qilib olamiz. Mana Office aktivatsiya bo'ldi. Ya'ni hamma yopib turgan funksiyalari ochiladi bunda. Masalan, tepada yopilib qoladi, aktivatsiya so'rab qoladi, pul so'rab qoladi-da. Bu besplatniy bepul varianti bu. Shunchaki aktivatsiya qilib beradi. Yoki Windows Office'ni sotib olib, har oy pul to'lab o'tirishingiz shart emas. Mana shu orqali уже aktivatsiya qilib olsanglar bo'ldi, ishlatib yuraverasizlar. Bu qancha vaqtgacha ketadi? Bu asosan 6 oy, 3 oy yoki 1 yil shunaqa turaveradi. Asosan 3 oy, 6 oy ichida aktivatsiya yana qaytib kelib qoladi, yana aktivatsiya qolasizlar bo'ldi. Endi aktivatsiya Windows bu asosan 12 oyga